Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yotoqxona komplektlarimizni tanishtirib boshladik. Andijonda joylashgan Oltinko'l tumanida mebellar markazidamiz. Hamyonbop mebellarimizdan boshlaymiz tanishtirishdi. Kapuchinoga maloshniy aralashgan. Sekasi korpusi maloshniy bo'ladi. Oldi kapuchino bo'ladi. 3 ga bo'linadi shkaflar, ya. O'rtasi polka, 2 cheka vishilka. Osha-moshalari 5 tada. Telemoyimizgacha mana eshiklarigacha tumba polkalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Svitilniklari ham 3 xil yonadi. Matraslari ortopedskiy. 2 tomonlamali. Tagi sondalari bor. Sekalari ham stanoda bosilgan. Bunimizning narxi 6.800.000 so'm vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida. Bunaqa rangi bor. Bunisi ham bir xil. Narxi ham bir xil buni ham. 6.800.000 so'm vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida beramiz. Keyin komplektimizga o'tamiz. Bunimiz akril materiallar bo'lgan. Bunimiz salgina qimmatroq bunimiz. Tepalari akril mana. Oddiy rasxoti bor buni. Bunda 2 cheka vishilka, o'rtada polka. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunaqa seyflargacha qo'yib qo'yilgan. Bunimiz narxini 9.800.000 so'm dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz. Sensorli qo'yilgan telemoyinalari. Razmerda keladigan bo'lsa 2 qirrali shkafi. Bunda oldingi mebellik ham 2 qirrali shkafi. Spalnisi 270-280 joyga tushaveradi bemalol tumbalari bilan. Ikkinchi, 4-chi komplektimiz bu. Material kashmir. Bunisi laminat bunisi. Spalnilari ham mana bunaqa Dubay fasonda ishlangan buni. Telimosi 4 ta tortmasi bor. Mana. Past eshik. Oyna sensorli bilan 3 xil yonadi. O'rta polka. 2 tomon vishilka. Bunimiz narxini hop 7.800.000 so'm vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz. Yana bir yotoqxona komplektimiz. Bunimizda rasitki laminatda ishlangan. Tini rang laminati. Orqa korpusi oq rangda ishlangan. O'rtasi polka. Telimosi ham juda chiroyli ishlangan. Mana polkalarigacha qo'yib qo'yilgan. O'rtasida katta g'aladona bor. Chekada 3 ta tortmasi bor. Telemonlar ham sensorli. Mana materialning rangi ham moshi materialda ishlatilgan. Oyoq tomonda sofalari ham bor. Pastlarida sondalari ichib qo'yilgan. Matrasi ham yaxshi sizlab qo'yilgan. Bu komplektimizni 8 million so'm vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkasi ichida qilib beramiz.